Yo'q, hamma nasibasini olgan. Hamma payg'ambarlarga qarshi chiqqan. Nima uchun Dajjolning kelishligini kutadi? Dajjolning kelishligini. Banu Isroil qavmi Allohdan kelayotgan kitoblarga qarshi chiqqan. Kitobni sohiblarini yomon ko'rgan. Bu Banu Isroil shunaqa xalqki, Musa alayhisalomda mana shu kitob kelgan. Banu Isroilning payg'ambari shu Musa alayhisalom. Qora sigirni o'lib qopti, tiriltirib ber. Ha, tiriltirib, mana tiriltirdim. Endi ola sigirda tiriltirib ber. U desa, bu degan, bu desa, u degan. Qo'pol qilib aytganda masjiddan qilgan Musa alayhisalom. Bu qavm shunaqa qavm, Zakariya alayhisalomni arrada so'ygan xalq. Bu qavm shunaqa xalq, Yahyo alayhisalomni so'ygan. Bu qavm shunaqa xalq, Iso alayhisalomni Rumlarni podshohiga sotib bergan xalq. Bu qavm shunaqa xalq, Hazrati payg'ambarimiz jannatdan birinchi bo'lib kiradigan bizni payg'ambarimizga nima qilgan? Zahar bergan qavm. Bu qavm shunaqa qavm, birodarlar. Bu Banu Isroilning yomonligidan birorta payg'ambar nasibasini olmagan bo'lsa, yo'q, hamma nasibasini olgan. Hamma payg'ambarlarga qarshi chiqqan. Nima uchun Dajjolning kelishligini kutadi? Dajjolning kelishligini. Banu Isroil qavmi Alloh